Assalomu alaykum qadrli do'stlar. 2024-yil 26-noyabr Pink Lady Rose Kilo olmalarimiz hali ham shoxida turibdi o'rtali. Eng kechki olmalardan oktyabrda oxiri noyabrda boshida pishadi, shoxida uzilmasa. Dekabrda oxirigacha urim shoxida turaveradi o'rtali. Bandi qattiq olma. 5 xaladenlik mart-aprel oyigacha xonaki sharoitda saqlanaveradi. Optimga mevasi 15 ming uzilyapti o'rtali. Saqlab sotsalar undan ham qimmat sotiladi. Tijoriy daromad eng kuchli olmalardan Pink Lady olma do'stlar. Olmadan bog' qilaman deganlarga Pink Lady olmani tavsiya qilamiz. MM106 podvoyda ekilgan. Polkarlik yarim pakana hisoblanadi do'stlar. Stalba sampam ijtimoiy tortilmaydi, o'zi bo'laveradi. Birinchi yildan nishona ko'rsatadi, ikkinchi yildan 100% tijoriy daromadga olib kiradi. Buni bizda ishonchli ko'chatlari bor o'rtali. Kimga kerak bo'lsa 99lik 845 0195 raqamiga telefon qilaverasizlar do'stlar. Ko'chat zakaz qilganlarga mana shunaqa qilib uzib o'rtaqlar olmalarini ko'chatga qo'shib jo'natyapmiz do'stlar. Toshkentga 4 gektarlik maydonga xudo xolasa Pink Lady'ni ko'chatlardan ko'chiryapmiz do'stlar. O'shanga qo'shib mana mevasidan ham olib boramiz. Sizlarga ham kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Mevasini bepulga jo'natib beramiz o'rtaqlar. Olmaga bittadan baho berib qo'yasizlar do'stlar. Bismillahirrohmanirrohim. Eng suvli olmalardan Pink Lady olma do'stlar. Aloqaga chiqaverasizlar o'rtaqlar.